12 muqami Parlaq Junxo madaniyat g'azinisidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkiblangan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Yeah.
What
olmay, sinçak olmaz, şehit olmaz, balak olmaz. Kalbi unem hem hak olmaz, iş otida kıymegince. Kalbi unem hem hak olmaz, iş otida kıymegince.
Sana bir sana bir judalıkni şayet ey o rahmetip salsan vay rahmetip salsan vay üzenge aşinalıkni hamamu hanımanın dem keçi baldırsını dermen üzendin özgü bilmeydi üzen saldın judalıkni üzendin özgü bilmeydi vay özgü bilmeydi vay üzen saldın judalıkni